Barselona jamoasining braziliyalik futbolchisi Rafinha yaqinda o'z faoliyati haqida so'zlab berdi. Uning aytishicha, Saudiya Arabistonining mashhur klublaridan biri Al-Hiloldan jiddiy va yuqori narxli taklif kelgan. Futbol olamidagi eng tezkor va rost ma'lumotlar uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Futbol dunyosi har doim kutilmagan voqealar, yirik transferlar va shov-shuvli qarorlar bilan to'la. Ba'zan esa inson hayotida puldan ham muhimroq qadriyatlar borligini eslatadigan lahzalar yuz beradi. Shunday voqealardan biri yaqinda Kataloniyada sodir bo'ldi. Braziliyalik yulduz Rafinha Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubidan kelgan taklifiga qaramay, Barselonada qolishni va yangi natijalarga erishishini aytdi. Men 15 yoshimdan beri futbolchiman. Hayotimda yaxshi kunlar ham, og'ir unutilmas damlar ham bo'lgan. Endi esa men o'zim va oilam haqida o'ylaydigan payt kelganini his qildim. Saudiya Arabistonidan kelgan taklif meni chin dildan hayratda qoldirdi. U mening ota-onamning, o'g'limning va yaqinlarimning hayotini butunlay o'zgartirib yuborardi. Rafinhadan oldin u ketish haqida jiddiy o'ylagan. Ammo bosh murabbiy Hans-Dieter Flick bilan suhbat hammasini o'zgartirdi. Avvaliga biz telefon orqali gaplashdik. Keyin esa mavsumoldi yig'in paytida yuzma-yuz uchrashdik. U menga ishonch berdi, meni qolishga ko'ndirdi. Bugun esa bu qarordan juda baxtiyorman. Rafinha bu so'zlarni ESPN nashriga bergan intervyusida aytgan. Uning 2004, 2005-yilgi mavsumdagi ko'rsatkichlari esa tahsinga loyiq. Rafinha 57 o'yinda maydonga tushib, 34 bor raqib darvozasini ishg'ol qilgan va 25 ta golli uzatma bergan. Shuningdek, u Oltin to'p 2025-yil sovrini uchun yakuniy ro'yxatda 5-o'rinni egallagan. Rafinha sadoqat, fidoyilik va sevgan jamoasiga bo'lgan cheksiz ishonchni namoyon qildi. Ba'zan pul emas, yurak tanlovi muhimroq bo'lishini isbotladi.